Ushbu mevalar uyg'unligidagi asarchi mojito kompotimdan siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Retseptda hammasi to'liqligicha o'rgatilgan. Demi mojito kompoti uchun olcha, olxo'ri, olma, o'rik, miyata hamda limondan foydalanaman. Hamma jarayonlarni toza ozoda bajarsak, kompotlarimiz otmaydi. Bonkalarimizni 10 daqiqadan suv hammomiga qo'yib olamiz. Endi 12 litr shaqqillab qaynab turgan suvimizga 1,5 kilo shakar solib, shakarlari eriguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Bonkamizga 2 piyola to'la olcha solamiz, 4-5 dona o'rik, 2 dona olxo'ri hamda parre to'g'ralgan limon, bitta yoki 2 miyata shoxchalari hamda 2 dona olmani to'rga bo'lib, uni ham solamiz. Qaynatib olgan qopqoqlarimizni qo'yib chiqamiz. 12 litr qaynab turgan shakarli siropimiz bizga 5 ta 3 litrlik bonkaga yetadi. Endi bonkalarimizga shakarli siropimizdan quyib, qopqog'ini yopib, zakrivalkada yopib qolamiz. Endi esa teskarisini qo'yib, ustini bir kechaga o'rab qo'yamiz. Bir kecha turgan kompotlarimizni ochib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rganinglardek, juda ham suvlari tiniq turibdi. Postni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying, like bosib, izohlaringizni qoldiring hamda o'zingizga saqlab qo'ying. Rahmat.